Oraga pul aralashsa, do'stlikdan putur ketadi. Bu 96-97 yillarda bizda tirikchiligimiz ko'proq otam bir 2 gektar yerda olaydi. Pomidor ekib dehqonchilik qilaylikda. Shu pomidorni sotib asosan tirikchiligimiz shundan edi. Shu bir kun avval qo'shni qishloqqa pomidor sotadigan bo'ldikda, onam bilan ikkalamiz sotishdan oldin agitatsiyaga bordik. Shu bir onamda bir uzoqroq qarindoshi bor edi, uyga bordikda onam tayinlayapti. Tog'a, bolalarim yosh, adashib turib yana qarindoshlarga sotib qo'ymasin, pul olib qo'ymasin, o'ziz nazorat qiling dedi. Ertasi kuni biz traktorga ortdi kuni ko'chama-ko'cha sotib yuribmiz. O'sha biz tayinlagan yo'lboshchi oldinda yuribdi-da, mana bu qarindosh bundan pul olib bo'lmaydi dedi. Biz yosh pomidorlar tekin beramiz. Endi o'ylasam, mana shu davrlarda biz yerdagi jannatda yashayotgan ekanmiz. Qarindosh urug' bir-biriga shu darajada mehribon ediki, hattoki pul olib bo'lmaydigan